Assalomu alaykum Saidboy obunachilari, yaxshimisizlar? Qahramonlar kayfiyatda zo'rman. Hurmatli yurtdoshlar, ushbu video roliki bizlar uchun foydali va manfaatli bo'ladi. Bugun Xudo xolasa Urganch Tehron bozoridagi arzon mujskoy kiyim-kechaklarni navbatdagi obzorni e'tiborlaringizga havola qilaman. Obunachilar, video rolikimizni to'liq oxiridan ko'ringlar. Mujskoy kiyim-kechaklari hozir Shohruxbek ukamizning yonida zo'r chegirmalar bo'lib turibdi. Bir kun bo'ladi ekan chegirma, faqat 9-aprel Ozongi soat 9da skidga boshlanadi. Futbolkalarning sonlari chegaralangan, 1000 dona bolat turibdi ukamiz. Xullas, arzon narxda obunachilar 40 ming so'mdan, ya'ni 120-100 ming so'm sotilgan futbolkalar 40 ming so'mdan skidga qo'yilib turibdi obunachilar. Video rolikimizni to'liq oxiridan ko'ringlar, hozir sizlarga batafsil kiyim-kechaklar narx-navolar bilan tanishtirib chiqamiz. Birinchi Shohruxbek ukamiz manzilini tushuntirishdan boshlaymiz. Urganch Tehron bozor yonida Samo Optim do'kon joylashgan bo'ladi. Ko'rib turgan bo'lsangiz, shuni ro'parasida, yo'lning bu tarafida Shohruxbek ukamiz trotuarda yoyma kiyim-kechaklar sotadi obunachilar. O'ng tarafimizda toza tunnel, keyin 5 blok magazinlari, yonimizda birinchi zakriti joylashgan bo'ladi. Yo'lning bo'yida arzon yoyma kiyim-kechaklarni sotib o'tiribdi obunachilar. Asa boshlaymiz. Shohrux, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Allohga shukr. Ne gaplashimda, ne yangilik? Oradagi yana xudo xolasa yana skidga boshladik. O'tgan safar zo'r bo'ldi, ha? Yarim soatning ichida, ya'ni 30 ming 30 minglikda tamom bo'ldi. Mana Xitoydan kelgan tovarlarimiz aka, bu yerda originali hammasi aka, materiali sifatli, hammasi. Xudo xolasa mana ertaga chislamiz nechi? 9-aprel. 9-aprel, 9-aprel soat 9:00 da xudo xolasa skidkani boshlaymiz o'rtoqlar. Kelaverasizlar. Skidka endi soat 1 soat davom etadimi, 2 soat davom etadi, xullas 1000 donada qoldi. O'tgan safar 30 mingliklar tez tamom bo'lib qoldi. Başqa yarim soatda tugadi aka. Shu uchun oldindan aytib turibmiz obunachilar. Tak, futbolkalar shunda 40 ming so'mdan, Xitoyniki, Pekin. Hammasi Xitoy aka mana. Materiallari zo'r. Ko'ringlar obunachilar, haqiqiy Xitoyniki mahsuloti. Ishlab chiqarish emas bu. Hammasi fabrikniy aka, Xitoy aka. Zo'r. Materiali zo'r bo'ladi. To'yda 100 mingdan sotilgan futbolkalar mana 40 ming so'mdan skidkada aka. Keyin trikolarimiz ham keldi mana. Trikolarimiz ham mana 1000 dona keldi aka, materiali zo'r hibi bo'ladi, originali bo'ladi aka. Bular ham 100 ming so'mlik edi, 40 mingdan bulardan ham beraman mana. Hammasi 40 ming so'mlik. Pachkada razmerli bo'ladi, 46 razmerdan 54-56 razmergacha bo'ladi mana. Tushunarli. Har tur rangi bor buni. Bu karishli setlari mana. Xohlagan rangida kelib tanlab olishaveradi. 40 ming, bu ham 40 danmi? Hammasi 40 ming so'm. 100 mingdan sotilgan trikolar hammasi 40 ming so'mda beraman. Mana sizlarga sifatli ajoyib kiyim-kechaklar obunachilar 40 ming so'mdan. Sifatli yana futbolkalar. Shu yerda o'zim ham ko'rsatib bering-a, Shohrux. Mana shu Shohrux ukamdan xarid qildim obunachilar, yana shu futbolkani. Ishonchli bo'lishi uchun deyman-da. Zo'r, haqiqatdan sifatiga gap yo'q obunachilar. Arzon narxda qo'yib qo'yibdi. Mana shu futbolkalar do'konlarda, katta do'konlarda kamida 120-100 ming so'mdan sotilib turibdi. Shohruxbek ukamiz yonida 40 ming so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Chotki, har xil futbolkalar, keyin yoqalar ham boshqalarimiz ham 100 ming so'm sotilgan boshqalarimiz qani. Bularni ham beraman 40 ming so'mdan. Bularni ham har tur rangi bor ekan, mana. Har tur rangi bor. Materiali zo'r ekan, hammasi Xitoy ekan bular. Hammasi original bo'ladi. Kelib tanlab olishaveradi, 40 ming so'mdan beraman. Obunachilar, videoni cho'zib o'tiribmiz. Xullas, galasizlar, arzon narxda xarid qilasizlar. Ushbu video rolikimizni maksimal darajada danishlaringizga yuborish yoddan chiqmasin obunachilar. Keyin profilimizga, YouTube kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish yoddan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, sizlar uchun kunda harakatdamiz, kunda ijoddamiz. Instagram profillarimizga ham obuna bo'lish eslaringizdan chiqmasin obunachilar. Instagramda 2 profilim bor. Birisi Saidxon Official, ikkinchisi Saidboy Official. Ikkisini ham podpiska bo'lib qo'yinglar. Instagramda ham zo'r kontentlarni chiqarib boramiz. Xayr, sog' bo'linglar.